Bundan tashqari, shu hozir chaqmoqdan kartoshkani chaqirsak, bu yerda masalan 1 kilo kartoshka olindi. Biz mana shu klientni kechiktirib qo'yishimiz mumkin. Chekni kechiktirish tugmasini bosib. Keyin dal shu klientlar bilan ishlayverishimiz ham mumkin. Agar shu chekni biz qaytarmoqchi bo'lsak, kechiktirgan chekni davom ettirishni bosamiz va shu sotuvni biz qaytarib qo'yamiz. Shu yerda keyin to'lovni bosib davom ettirib qo'yishimiz ham mumkin. Chekni yopish uchun. To'lov yo'llari bo'ladi bizda bu yerda. Bu yerda просто наличка deb qo'yishimiz mumkin va chekni yopishimiz ham mumkin. Yo'kida bo'lib to'lab qo'yishimiz ham mumkin. Hozir buni admin qilamiz, krestик bosib. Mana 5000 so'm yozdim va наличка bosdim. Qolgan 2500 so'mini men plastikdan talashim mumkin. Va уже chekni yopishni bosib uraman.